İsmim Dildora, Andijondanman. Bu zakaz qilishimga sabab polning ozishimga yordam bersin deb. Chunki mening ikkita farzandim bor. Tug'uruqdan keyin bo'ksalarimda, qorinlarimda o'zimga yoqmaydigan osilishlar paydo bo'lgan. Shuni hisobiga bu zakaz qilgandim, lekin Xonzodani ishlashlari, klient bilan muomalalari menga juda yoqdi. Srazu tezda yetkazib berildi. Oldindan pul o'tkazganimda biroz o'ylangandim, qanaqa holat bo'ladi deb. Yo'q, aldamaydi ekan, chestniy ishlashar ekan. Bojini bunchalik kачественный deb o'ylamagandim to'g'risi. Bunaqa behuzur bo'lamanmi deb o'ylagandim. Yo'q, aksincha havo o'tkazib, bemalol harakat qildi. Menga rosa ham yoqdi. Lekin birinchi kiygan kunimda to'g'risi bunaqa joyimda biroz osilish bo'lgandi. Keyin bunaqa joyimda oshiqchamda yog'larim qolgandi. Shu holat ikkinchi kun kiyganimda bu yetimda ham yo'q bo'ldi, bu yetimda ham yo'q bo'ldi. Masalan, tavsiya qilarmidingiz deganingizda tavsiya qilardim. Men o'rtoqlarim, o'zim opa-singillarim ham o'zi men olib kelgandan keyin bunaqangi kачествосini ko'rib ularga ham yoqdi. Dastavkam kelganda ochganimda qo'shimcha podarkasini qo'ygan ekan, rosa ham xursand bo'ldim. Xonzodaxon, asalim, ishlaringizga omad. Farzandlaringiz rohatini ko'rib yuring. Xudo xolasa inshaalloh bir oydan keyin natijasini bo'lishaman.